Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xorazm ovozi bugungi mehmonimiz Yusufboy og'amiz bor. Assalomu alaykum. Sondan siz adashmasam. Albatta. Og'a siz maqsad o'taman tiyerdan daxotingiz bor. 2. Xonadonlik va albatta maktab sistemada ta'limda ishlaymiz. Ta'limda siz davlat idorasida oylik olasiz. Bor. Umumiy oylik summangizni aytib berasizmi, tuzum ishlashingiz? Endi qarang, ko'pchilik galsizlik o'tgan safar nechun berani pulini so'rasam, boshqa pulda yo'q ekan. Shu kara qiziqib, shu Rossiya, Qozog'iston chet mamlakatlariga gitmayam, shu yerda qaysidir summani ishlasa bo'lishini. Men qilib aytaman. Maktab psixologi sifatida oyligim 200 ming so'm. Magistraturani tamomlayapman. Oliy ma'lumot. Oliy ma'lumot. Hozirgi kunda Ma'mun universitetida mustaqil tadqiqotchiman bundan tashqari. Suxandonchilik faoliyatimda gelin to'ylarga $100, xiyonatlarga 1 million so'mdan chiqaman. Endi qarang, rayon bo'lsa, shahar bo'lsa chiqib olsin, o'zgaradi. Yo'q. Bir oyda to'y so'rasiz, minimum maksimum. Kamida 10 to'y, ko'pi bilan 25-27 to'y. Endi 2000 dan ko'p ekan shunda men hisob kitob aytishim mumkin. Endi ko'pini emas, barakasini avvalan birani qo'lini nozik hisoblash niyatimiz yo'q, prosta motivatsiya bo'lish uchun qarang. Bu chora qiziqish uchun addiniy bir talant bo'lishi kerakmi yo qiziqishni o'zi yetadimi? Sizga bir gap aytaman. Bu kar haqiqatdan ham zo'r kar. Bu karni haqiqatdan ham mahkam tutib 1 yil 2 yil, barang 3 yil harakat qilgan odam обязательно bilamanki natijaga erishmasdan qolmaydi va o'zidan bir ixlos bo'lishi kerak. Talant dedi axir, talant bo'lishidan burun shunga moyillik, ya'niki odamda ixlos bo'ladi. Ixlosi bo'lgan inson esa böyle vaqirda alashtirib aytmasa, o'zini maqsad qo'yadiki, shu ixlos bilan harakatlansa, обязательно unga rizq beradi Xudo. Kelganlar ta'ziyat imkonini Xudo bersin. Xorazm ovozi sizlar bilan birga o'ynayman. Salomat. Kimdan kim shu yaqinda to'y etaman deb turgan bo'lsa, aloq tashab qilsangiz bo'ladi. Og'am bilan kollaboratsiya kameramni qisib xizmatda turish nasib etdi. Ajab emas, yaqinda görüşib qolsak. Professional studiya istasangiz, yana og'amni o'zlari bor. Bemalol direktdan murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar reklama qilmayman. Reklama qilmayman. Salomat bo'ling.